Bugun 2 hafta bo'ldi. Holatlaringiz hammasi yaxshimi? Ha, mana aravachada mekka tushib o'tiribman. Doktorlarimiz qalay, qarashlari? Zo'r, hammasi zo'r. Hammasidan rozisiz, ha? Hammasidan roziman. Xudoga shukr. Rahmatlarni aytdim o'zi alohida. Shikoyatlar tarqatdim. Aha, yashang. Zo'r hammasi, ha? Zo'r. Jigar transplantatsiya o'tkazdingiz, ha? Donoringiz kim bo'lgan edi sizga? Donoringiz? Donorim akam ukasi. Akangizni ukasi, ha? Bugun 11 kun bo'ldimi, 12 kun bo'ldimi transplantdan? Transplantatorgami? Ha. 14 kun bo'ldi. 14 kun bo'ldi. Xudoga shukr, hammasi normalli, ha? Yaxshi. Sir, Ajay, please. Assalomu alaykum. Good. Good. Это подождали, вот сидишь. Nima deganingiz ayting, menga ayting o'zbekchaga. Stoldan buyoqqa o'tirib, sen yotib, televizor ko'rdim. O'zingiz harakat qilyapsizmi? Harakat qilib o'tirdim. सर अपने आप से मतलब कोशिश कर रहा है कि चलने के लिए पैर तो हिलने लग गया है इनका पहले के मुकाबले chap oyoqlaringiz ham qimirlayapti yaxshi अरे वाह o'ng ham वेरी qimirlayapti गुड good zo'r hammasi बहुत बेहतर पैर तो बिल्कुल नहीं हिलता yes sir सर जो पेशेंट आए थे कौन से कंडीशन में था कैसे था सर सो इनको एक तो लिवर में कैंसर था पेट में पानी था जॉन्डिस भी था काफी सिक थे और दूसरी बात ये थी कि पिछले 3 महीने से ना ये बेड रिडन थे तो हमने ये देखना था कि क्या इनको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि नहीं है तो हमने इनका ब्रेन का एमआरआई स्पाइन का एमआरआई करके न्यूरोलॉजी से ओपिनियन भी लिया था उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम मिली नहीं थी yes तो मोस्ट लाइकली जो हमारा जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम बोलते हैं वो लिवर रिलेटेड ही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैर वगैरह नहीं चल रहे थे मतलब मायोपैथी कहते हैं हम इस चीज yes सो ऑब्वियसली सिक थे जब पेशेंट कंटिन्यूसली बेड रिडन होता है तो ट्रांसप्लांट में अपना एक और रिस्क होता है बट प्री ऑप में भी हमने फिजियोथेरेपी वगैरह करके इनको ऑप्टिमाइज करके जब ट्रांसप्लांट किया है अभी ऑब्वियसली डे 14 है ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पूरे हो गए अदरवाइज बिल्कुल हेल्दी हैं लिवर फंक्शंस अच्छे से हैं जो पैरों में हरकत है वो भी काफी इंप्रूव हो गई है टाइम लगेगा जैसे पहले भी बताया था क्योंकि 3 महीने से जब बिल्कुल पैर नहीं चले हैं बेड पे ही रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा बट होपफुली ये भी पूरी तरह से रिकवर हो जाना चाहिए thank you so much sir doktorimiz o'sha gaplarni aytyaptilar-ku, kelgan paytingizda xotira ham pasaygan edi, miyangiz ham kamroq ishlaydi, oyoqlaringizni yura olmaydingiz, holatingiz, oyoqlaringiz ham ishlamaydi. Hozirgi holatga aytyaptilar-ku, oldimizda kelgan paytingizda neurolog doktorlarga o'tdik, hamma narsalar ular normallik chiqdi. Biz ham o'yladik, "Hay, shu jigardan" deb. Lekin hozirgi holatga ko'ryapmiz-ku, oyoqlaringiz ishlayapti, hammasi sekin-sekin yaxshi bo'lyapti. Inshaalloh kelajakka ozgina paytdan keyin hammasi normallik bo'lib, o'zingiz oyoq ustingizga turib ketasiz. Siz bizlardan xursandsiz. Hammasi normallik, ha? Hasan aka, hech narsa kamchiliklar yo'q akajon, ha? Yo'q, hammalariga rahmat aytdim. Yaxshi. Zo'r akajon. Hatto qo'li artadiganlargacha rahmat aytdim. Siz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz ham xursand bo'ldik. Sizga yordam berganimizdan biz ham xursand bo'ldik. Akalarim hammasi syomka qilib olishgan. Ular hammasini rahmat aytganimni uyga ko'rsatamiz deb. Uydagilar ham duo qilishdi, doktorda. Joningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Ammamlar bor ikkita. Ular ishonishmadi. Aldashadi sizlarni. Pullarni olishadi. Unaqa gaplar yo'q, ha? Hammasi normal, ha? Tuzalgandan keyin telefon qilib aytdim. Amma mana Xudoga shukr aldanmabmiz dedim. To'ppa-to'g'ri. Doktorimga rahmat dedim. Fortex klinikadan doktor Ashishdan xursandsiz. Xursandman. Hay, Xudoga shukr. Rahmat. Aytdim ammamlarga ham duo qilinglar doktor dedim. Zo'r aka, Duo rahmat qilishdi. sizga. Ammam kichkina ammam yig'lab duo qildilar aslida. Rahmat. Doktor bola chaqasini orzusini ko'rsin. Nima niyat bo'lsa niyati yetsin dedilar. Kelgan holatingizdan ko'ra hozirga ancha farqi bor. Ko'rib ancha xursand bo'lib uydagilar. Hali 1,5 oyda operatsiya qildik-ku. Xavotir olishdi rosa. Sala aldab olib ketishgan. Men rozi bo'lmadim deb katta amma orasida yig'ilurlar. To'ppa. Aldanmasmiz, xudo xohlasa tavakkal keldik dedim. O'shanda endi mazam. Endi boshqa kelgan paytingiz boshqa muammolaringiz ham bor edi, Hasan aka eslasangiz. Miyangizga, boshingizga muammo bor edi, tomirlarga problema bor edi. Xudoga shukr, o'sha uchun kutdik. Mana bugun yaxshisiz. Alhamdulillah o'zingizga kelyapsiz. Ammamga aytdim, bir hafta qolgan ekan dedim. Akamga doktor aytibdi dedim. Yuragi dedim, baquvvat ekan, tirik qolibdi dedim. To'ppa-to'g'ri. Aytdim. Xudoga zaril ekanmiz bu dunyoda olib qolibdi dedi. Bari. Zaril bo'lmaganimiz olib ketardi, to'g'rimi? Sizga doktor harakat qilgani bilan. Sizni hayotingizga yaxshi omad tilaymiz. Sog' salomat bo'ling. Biz ham xursand sizni ko'rishganimiz bilan. Salomat bo'ling. Sizdan ham xursand. Rahmat sizga. Alohida rahmatlarimiz bor. Ketaveraylik. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xohlasa inshaalloh.